Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben konumu ikinci oturumda sunum yapan kıymetli Uygur bilim adamları gibi kendi ana dilimden Uygurcayla sunacağım. Benim sizler bilen ortaklaştırgan temam bir mütefekkir sübütüde Memtili Tevfik Efendi. Hazırgıça Memtili Tevfik Efendi ile münasebetlik tadqiqatlar bizning vatanimizda nihoyatda ko'p qilindi. Türkiye'de bazı emekler qilindi. Memtili Tevfik Efendi degan vaqtimizda Memtili Tevfik Efendi'nin şairligi, ma'rifchiligi, kompozitorligi, vatanparvarligi ve tez bitmas ruhi ko'proq tilga ilindi. Mütefekkirligi to'g'riliq bir tadqiqot ko'rmadim. Onun için ben bugünkü temamda bu mütefekkirligi to'g'risida to'xtalib o'taman. Bunun için aldı bilen mütefekkir degan so'zning bir ma'nosiga qarab chiqaylik. Onun için Memtili Tevfik Efendi'nin kim ekanligi to'g'risida bir hatırlaylik, kim bo'lganligini, belki bazı kısımlarını unutib qolgan bo'lishimiz mumkin. Onun için Memtili Tevfik Efendi'nin mütefekkirligi haqida to'xtalib o'taman. Mütefekkir degan so'zning ma'nosiga qaragan vaqtimizda bu so'z arabcha bir so'z bo'lib, bunun tumuri fikir degan söz buldu. Bizim Uygurca'da fikir deyimiz bununla. Bu fikir degan söz mütefail vezni bilen mütefekkir degan bir şekilde kelgan. Ma'nosi o'ylangan bir fikri bor bo'lgan degan ma'noni buldu. Arabchada uzun suzuq tovushlar yozilmagan ahvolda üzük tavuşlarga qarab biz bunu 3 harften tuzilgan sülasi mücerret mastar deb aytamiz tilshunoslikda. Bizning Uyg'ur tilining izohli lug'ati degan hozirgacha tuzilgan eng atrofli va cho'nqur tuzilgan lug'atimizning 5-tomida bu mütefekkir degan so'zning ma'nosini cho'nqur falsafiy fikr qilish iste'dodiga ega bo'lgan kishi tefekkür egisi deb ochiqlagan. Demakki, Memtili Efendi'ni biz Memtili Efendi'nin mütefekkirlik tarafini tilga ilishdan avval Memtili Efendi'nin cho'nqur bir falsafiy fikr iste'dodiga egami emasmi, tefekkür egisimi emasmi bu noktadan tadqiq qilsak bo'g'dak degan ko'z qarash bilan bu maqolani tayyorladim. Memtili Tevfik Efendi'nin qisqacha tarjimonini xotirlasak, 1901 yılda Altuş Boyamat'ta tug'ilganligini, dadasining Tivip to'xtachi bo'lganligini, opasining Patamxonim bizning vatanimizdagi manbalarda Patamxon şeklinde yazılgan. Ekanligini ko'ramiz. İki o'g'il bular. Nizomettin'de bir akısı var. Bu iki o'g'ilning ikincisi. Başlangıç ma'rif tarbiyasini uzun belgesinde algan. 1914 yılı Türkiye'den bağlı o'qituvchi Ahmet Kamal'ning sınıfında o'qigan. Bunun Memtili Efendi'nin keyingi işlerde, şairlikda nihoyatda muhim ta'siri bo'lgan. 1920 yılı Altuş ve Qashqardagi vaziyatning texmo jiddiy bo'lib ketishi sababi bilan Cho'chak, Bo'rtala va G'o'lja taraflarga tushunib, u yerda Tatar ziyolisi Murat Efendi bilan tanishgan. Bu Memtili Efendi'nin hayatını tunuşturgan bir kitap. 3 kişi yazgan deb ko'rindi isminde. 1924 yıldan keyin Moskvaga berib, 1,5 yil o'qigandan keyin o'qishni tashlashga majbur bo'lgan va 1928 yili Turkiyaga kelgan deb ko'ramiz vatanimizdagi manbalarda. Abduvali Ayub Efendi'nin tadqiqatı qaraganda 1927 yılgacha
bizning vatanimizdan O'rta Osiyoga o'quvchi qabul qilinmagan. Buni biz birlashtirgan vaqtimizda bu uchurning to'g'ri yoki xatoligini yana bir qadam ilgarilagan holda tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Mening Mantilia fandining o'qigan maktabga to'g'riliq berib uni tadqiq qilish, izlanish imkonim bo'lmadi. Uning uchun men bu yerda faqat bizning vatanimizdagi manbalarda yozilgan holati bo'yicha bu uchurni oldim. Ammo u yerdagi hani qaysi maktabning ismi Doğu Üniversitesi deb yozilgan, ammo aniq qilib bir narsa deyolmayman, o'zim berib uni tadqiq qilmaganim uchun, izlanish imkonim bo'lmagani uchun. Shoir Süt uyquda degan she'rida yiroqlarga safar etdim millatning shodlig'ini istab, riyozatga berib bardosh, ma'rifat nurini ko'zlab deb yozgan. Vatanidan ayrilish maqsadini nihoyatda aniq o'tirib qo'ygan. Yana 1930-yillarda yozilgan Seg'inish degan she'rida qaldı el yurt, qaldı tarim, qaldı ili zarabshan, ushbu vatan g'emida ko'nglim mening perişan. Nega barsam kamsitish, vatansiz deb sanaldim, tutqun bo'lib har joyda turmalarga qamaldim deb yozgan. Shunga qaraganda Mantilia fandi vatandan ayrilib Turkiyaga kelib o'qib 1933-yili qaytib vataniga bag'ich bo'lgan orliqda nurg'un aziyat chekkan. Turkiyaga kelgan vaqtida Turkiyada o'qituvchi yetishtirish maktabida o'qiganligi 1932-yili haqiqiy bir o'qituvchi bo'lib yetishib chiqqandan keyin Istanbul yaqinlaridagi bir maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganligi va 1933-yili vatanga qaytganligi, u yerda xizmat qilish maqsadi bilan deb yozilgan. Turkiyadagi o'qigan maktabi va ishlagan maktabining ismini o'rganish uchun izlandik, bir natija chiqmadi. Ming 1937-yili 5-oyning 4-kuni qo'lga olinib, ko'pi o'qituvchidan tarkib topgan va ming daslikda yetishib chiqqan 300 ziyoli bilan birga 5-oyning 30-kuni Qashqardagi turmada kollektiv holda etib o'ldirilgandan keyin benzin to'kib ustiga ko'ydirib etilgan va hayoti shunday oxirlashgan. O'ligini tepish uchun jiyani o'zi olib orada tomoq, kiyim-kechak degandek kunlik turmush ehtiyojini olib bordi. Kuyib ketgan jasadlarning ichidan o'zi olib oyoqdan turib jasadini ayirib va maxfiy holda aksi bilan birga otishga chiqib ashada dafn qilganligi bilindi. Endi Mantilia fandining mutafakkirligi haqida to'xtalsak, Mantilia fandining mutafakkirligini birisi she'rlardagi ifodasidan ko'ra olamiz, yana birisi amaliy ish izlaridan ko'ra olamiz. She'rlarga qaragan vaqtimizda mundaq bir she'ri bor. Yurma ey do'stim, osmoningdan vafo izlab, quzg'unlar qaynagan bog'dan navo izlab, yurma noahlilar qo'lidan davo izlab, yurma nodonlar qalbidan sado izlab. 1924-yilda yozilgan bu she'rda qizi Adiba xonim aytib bergan she'r ekan bu. Bu she'rdan biz shuni ko'ra olamiz: quzg'unlar qaynagan bog'da nolizar, yig'izora va o'lim yetim bo'lgani uchun bundaq bog'lardan navo izlamaslik lozim. Noahli insonlardan bir yaxshilik kutishga va nodon insonlardan xalq uchun foydali bir ishlarga ovoz qo'shib yordam kutishga bo'lmaydi degan bir ko'z qarash chiqdi.
Demek ki o mutafekkir degan so'zning ma'nosidan tushungan ma'ni bo'yicha tahlil qilgan vaqtimizda Mehmet Efendi shundoq mutafekkirlarga xos bir fikrni o'tirib qo'ygan. Yine muallim degan she'rga qaraydigan bo'lsak, zulmat qarong'uga o't yoqquchi muallim, qarg'ish tekkur dushmanga o'q atquchi muallim degan misralarda muallimni bir xalq uchun va xalqning nodonlikdan qutulish uchun qanchalik zarur ekanligi o'tirib qo'yilgan bo'lsa, her qadamda, her joyda kerak bizga muallim, qutulayli zulmatdan, elib undan zo'r bilim degan misralarda qutulish uchun bilimning nihoyatda muhim ekanligini, nodonlikda emas, bilim bilan qurollanganda andin qutulishga bo'lganligini o'tirib qo'ygan. Ondan başqa Türkiye'de İstanbul'da yaşayan Salayacım Salih Artuş da bazı mənbəlerde aşınaq yazılған. Salayacımның bizge bergen şiirleri var, benim kulumda orijinal material. Salayacım Mehmet Efendi'nin 3. qara o'quvchisi bo'lib ekan. Mehmet Efendi'nin qandaq ders o'tganligi, she'rlarni qandaq o'rgatganligi, nima ishlarni qilgani haqida ko'p suhbatlarni qilib bergan o'z vaqtida. Bu Salayacımның bergen she'rlar ichida mundaq bir kublet she'r var. Kecha ile gündüz bizlerge o'xshash, yurgan joyimiz tog' ile toz taş. Millet yolunda ketsede bu baş, işleyle emdi, haydi arkadaş. Bu şiiri qaraydigan bo'lsak, son ahirgi misrada işleyle emdi, haydi arkadaş. Millet yolunda beşimiz kesimi, ölsek mi hiç vazgeçmezden biz işleyli. Dep hem o'zining shundoq ishlash irodasini o'tirib qo'ydi, hem xalqimizni ishlashga chaqirdi. Bu bir Mehmet Efendi'nin mutafakkir bo'lganligini ifodalaydigan she'rdir. Emri hareketida namoyon bo'lgan mutafakkirligi ustida to'xtalgan bo'lgan o'qituvchi yetishtirish kursi ochganligini ko'ramiz. Çünkü Mehmet Efendi 1933 yılı vatanga qaytgan vaqtida mektep etishni o'ylagan, ama mekteplerge ders tutgan o'qituvchi yo'q. Bunun için mektep saldırış ihtiyacı tug'ilgan ve mektep saldırış için xalqning yordamiga ehtiyoj bo'lgan. Bunun için o'z bevosita berib Atla heyeti deb 3 kişiden tarkib topgan bir grup her yezida. Ondan keyin ulardan vekillerinin bir yerga kelib yig'inlarda bunu meselelerni bir taraf kılalaydigan bir muhit yaratish uchun yine ma'rif qurli deb tashkilot qurgan. Bular hammasi ma'rif uchun kerakli bo'lgan kurum da qaraymiz. Ondan başqa izchilor atirti qurgan. Bir yoqdan bu o'zi tashkillagan xalqdan, ota-onalardan saylangan gruplar bilan suhbatini, ular bilan bo'lgan fikrlarini ko'rishish ishlarini davom qilgan bo'lsa, yana bir yoqdan o'qituvchi yetishtirish kursi ochgan. İzcilatirdi milli ma'rifning muhimligini tunutish uchun xizmat qilgan. Ondan keyin yangi o'quvchilarni o'qishga tayyorlash ishlarini qilgan. Bu ishlarni qilgan vaqtda o'qituvchi yetishtirish kursini tugatib o'qituvchi bo'lgan kishilarni maoshlarni aytib, billa hammasi birga yo'lga chiqib, ma'lum bir yeziga kelganda u yerga maktab qurilgan, ichida o'quvchilar, bolalarning tizimligi,
hammasi taxmi-tax bo'lgan. Muallim sinfga kirgan vaqtda o'quvchilar o'rnidan turib muallimga salom bergan. Bu kursda o'quvchilar muallim bo'lish uchun bilim elayotgan vaqtda bu ishlardan ularning xabari yo'q. Faqat mantlapanda qanchalik ularga deb bergan bo'lsa, shunchalik xabar bor. Kirgandan keyin sinfga qarasa, sinflar, maktablar yasalgandan boshqa o'quvchilar o'qish uchun tayyorlanib bo'lgan bir ahvol bilan shunaqa bir ahvol bilan qarshilashgan. Bu mantlapanining bir mutafakkur ekanligini oldin o'ylab, hamma ishlarni yaxshi o'rinlashtirib, uning natijalarini tasavvur qilib, shunaqa bir o'rinlashtirish qilganligini ko'rsatdi. She'rlarni marsh qilib o'rgatgan va bu she'rlar mushu sababdan bugungacha yetib kelgan. Agar o she'rlar marsh bo'lib o'qilmagan bo'lsa, balki bugungacha kelgan she'rlari ozlab ketgan bo'lardi. Marsh qilib o'qilgani uchun bu o'qituvchilar boshqa shaharlarga o'qituvchi bo'lib borgandan keyin u yerga o'quvchilarga o'rgatgan va shunday qilib bu she'rlar kam tarqalgan, variantlashgan. Ondan keyin qiz ayollar uchun cho'qonlar sinf ochgan. O davrning alohidligini o'ylagan vaqtimizda qizlarning maktabga avatilishi, balki to'y qilgan ayollarning, onalarning maktabga berib o'qishi ma'lum kishilar tarafidan cheklangan bir ahvol bor. Maxsus qizlarga ve ayollarga ma'rif tarbiyasi beradigan sinflarni ochib, onalarning va qizlarning bilimlik o'qigan, hech bo'lmaganda o'qishni o'rganib, yozishni o'rganib, boshqalarning yozgan materiallardan foydalanadigan holatga kelish uchun kuch sarf qilgan. Ondan keyin 10 ming tip ko'chat tikkan. Bu bugungi kunda insanlar hayran qolgan bir ish. O'tgan biz televizyon programida TRT Ovozda Mahfirat Xo'ja uni dedi. O TRT'de ishlaydiganlar nihoyat hayron qoldi. Chunki bir o'qituvchini xalqni tashkillab, ko'chat tikib, atrofni yeshillantirish, muhit bulg'ashning oldini olish degandek ishlarni qilishi, uning odatdagi bir normal bir kishi va yoki normal bir ziyolidek o'ylaydigan, normal bir ziyolidan qiladigan ish emas. O chuqur normal ziyolidanmi ko'p ustun va undan ko'p cho'nqur o'ylaydigan bir kishining qilgan ishi. Oilalarga ilmiy xizmat ishlagan. O vaqtda bolalarni maktabga berganlarga besim bo'lgan, balani maktabga avatmadi va o jadid maktablarni, jadid maktabi deganimiz yeni usulda tarbiya beradigan, ma'rif tarbiyasi beradigan maktablar bermagan sabab namoz o'qimaydi ekan u yerda. Mantlapani berib oilalar bilan ko'rishgan ota-onalar bilan namoz o'qishni o'rgatgan bolalarga bir yoqdan namoz o'qib, bir yoqdan dars o'qigandan keyin bolalarga gap aytgizolmagan, namoz o'qib, namoz o'qitolmagan ota-onalarni bolalarini akab bergan. Hech bo'lmaganda namoz o'qishni o'rgansin deb. Va bu sabab bilan ular namoz o'qishdan yanında boshqa bilimlarni o'rgangan. Ota-onalar bilan bir ko'rishib, bu ahvollarni tushundirgan. Buni xulosalagan vaqtimizda mantlapani biz shoir, kompozitor, tashkillovchi, ma'rifchi, mujodalachi, mafkurachi deb qaraymiz. Bu yerdagi mafkurachi bo'lgan alohidligini bir tushundiray. Biz odatda Abduxoliq Uyg'urni va mantlapani millatchi deb qaraymiz. Aslida bu millatchi tor bir
ma'nidir. Bu faqat Uyg'ur millatchisi emas. Bularning ma'lum bir ideyasi bor ve bütün iş hareketleri o ideyasini amalga oshirish uchun, o nishonini amalga oshirish uchun qilingan ve elib berilayotgan ish hareketler onun uchun hayati aşınıcılık, echinishlik bir fojia bilan natijalangan. Men bilaman Türkiye'de o'qib, o yerdagi o'quvchilarga kiyim jihatdan, kiyinish jihatdan bir islohot qilib, o belga bog'laydigan kiyimlarni, uzun choponlarni kiygizmay, izchilar guruhidagi 40 o'quvchiga ishdan chopon kaydirib, qo'liga tayoq tutqizib, izchilardan marsh o'qitib, qilgan ishlarning hammasi Ruslarning albatta diqqatini tortadi. Chunki Ruslar o vaqtda Osmanlılar bilan arası yaxshi emas ve Mankiyapanning yashagan vaqtidagi ve onun o'lishiga qaror berilgan kishilar, qaror bergan kishilar Jungo'ning Gomindanning bir vekili bulup bu yerda boshqarayotganda qilgan bilan amaliyotda Gomindanga bakmi bog'liq emas. Ruslarning gapini bakroq anglab, ular bilan ko'proq o'rtoqlashib harakat qiladigan kishilar bo'lgani uchun bu yerda Mankiyapanning o kadar Mankiyapanning va uning atrofidagi ziyolilarning o kadar echinishli o'lib ketishlar albatta Rus hukumatining ta'siri bor. Bu yerdagi mafkurachiligi o Ruslarning hech yaxshi ko'rmaydigan bir durumu. Çünkü Ruslar Türklerinin birleşini xalamaydı. O'rta Asiyodagi boshqa Qozaqlar bo'lsin, Tatar, Qirg'iz, O'zbeklar bo'lsin, ularla Uyg'urlarning bir birlashishini, o'rtaq harakat qilishini hargiz xalamaydi. Onun uchun shunday bir natija kelib chiqqan. Qisqasi, Mankiyapanning ma'lum bir nishoni bo'lgan ve o nişanga yetiş üçün özünün canını ayırmasından kurashmagan bir kişidir. Ondan başka mütefekkürdür. Sadece özür dilerim. Fakatlar şair ve kompozitör ve okutuvchi deb emas, mütefekkür bir kişi bo'lganligini cho'qim tilga ilishimiz kerak. Ahırda mening deydiganim, agar biz Mankiyapanning yo'lidan mang'alsak, nisb bo'lsa Mankiyapanga o'xshash vatanimizda xalqimiz uchun xizmat qila olsak, o'zimizni nihoyatda baxtli his qilamiz.